bolalar, bugun darsimizda nimani o'rganamiz? Bugun darsimizda parol qo'yishni o'rganamiz. Instagram akkauntimizga ham, Google akkauntlarimizga ham parolni mustahkamdan qo'yishimiz kerak. Nima sababdan? Chunki biz dasturlashda o'qiyotganimiz sababdan ertaga har xil narsalar sotib olish uchun Visa kartalar, Google akkauntlarga qo'shishimiz kerak. O'shaning uchun ham parolimiz mustahkam bo'lishi kerak. Xo'p, hozir parol qo'yish qoidalari bor o'zini. 8 ta xonadan uzun bo'lishi kerak. Parollarimiz 8 ta xonadan uzun bo'lishi kerak va har doim kichkina va katta harflardan foydalaninglar. Kichkina katta harflardan foydalanishimiz kerak. Undan tashqari simvollar qo'yinglar har xil. Kuchukcha shunga o'xshagan narsalarni qo'yib foydalaninglar. Qaranglar. Hop, 8 tali bo'lib qoldi. Misol uchun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o'zini 200 millisekund ichida ochib berayotgan ekan, to'g'rimi? Bu veb-sayt tekshirib beradi. Ana endi qaranglar, birovlar parol yaratamiz-da, unda ham raqam qatnashsin, ham harf qatnashsin, ham simvollar ham qatnashsin. Veb-saytimiz ham yashil bo'lib qoldi. Bu ya'ni nima degani? Bu mustahkam kod degani. Tushundinglarmi, bolalar?